from the truth. Just like you, lying through your tooth. Talking bulletproof, where's the proof? All my dozen sounds, cut her up your town. Word to mama, watch this cut sound. Make your favorite rappers look like clowns. 100 pounds, bonafide, take your shooters out. Run the bell, home and take the mic, put it on the ground. I'm a grandstand, ain't nobody touching on my halo. Black noses sticking quick like Play-Doh, what you think of? Black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm played in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it blue street. Cause it's war time. Black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm played in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it blue street. Cause it's war time.
what's your shoe size? Ay, 2 katanas. I make it hot like we in Punta Cana. Ducking cameras, stuck in traffic, up in some balaclavas. Get savage, we come to ravage, flexing like Muhammad Ali. Standing tall, all over you average. Make way, black blade to my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off, you call it Blue Street. Cause it's war time. Make way, black blade to my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a Ketik mana assalomualaikum va bugungi Scrip yakuniy guruh bosqichi RFX NDS o'yinchilar tomonidan minus qabul oldi va davomini ham ko'raylikchi. Nima yaxshi? Qarsasini g'alati Assalamu alaikum. Korkmaylar, barchasi meni nazoratim ostida. Va chiroyli manzara guvohi bo'lishni aynan biz PUBGM jamoasi shu yerdamiz va kartani kuzatamiz. Ko'ringlar. Zamonetiyim. Gaz Club Kings Power Qaraqalpaqstan jamoasi gazda jamoasini minus qilmoqda va bu yerda mana jar ketaman endi. RFX jamoasi o'yinchisi ayni damda o'z mahoratini ko'rsatish kerak. Давайте. Так, понял, делать игра. Позу игра. Да. RFX, Abror. Check. Aynan hozir harakat qilayotgan RFX o'yinchisi aynan meni qabul qilib oldi DS. Jamoa o'yinchilaridan DS. Evet. Наборчик, vitamin. Xo'sh, qolgan jamoadoshlar yetib kelishga ulguradimi? RFX, Rozik. David qilishga qilmoqda. Sog'lik bilan. Kela qolganmi? Ha, mayli. RFX. Time. Bitirayotganda o'yinchini ko'rib qoldi RFX o'yinchisi. Rozik Zartida bo'layotgan joy va bizlar boshqa tomondan kuzatishimiz kerak va zona ichida bormoqda. Aynan bu yerda MURA Sport DS yana bitta joyimiz. Mayli.
Des Fres, Frozda, Chizo. Dan Lino degan o'yinchimiz minus. Aynan ular Qumg'at Sport qarshiligiga tush kelmoqda. Aynan bu yerda bizlar ikkita o'yinchi ko'ryapmiz. Kimmi xolos. Da. Ceza va EROS. Delta. EU jamoa qarshilik bo'lyapti ayni damda. 16 ta jamoa hozirda ushbu kartada harakat qilayotgan va ular tarkibidagi 50 ta o'yinchi hozirda tirik. Da samolyotdan 68 ta o'yinchi chiqqan. EROS, Ceza. Kerak. Qaraqalpaqstonlik Ceza 69 va Delpadan ayrilganmiz o'sha. Shu vaqtga qadar. Frost Des Frost. Aynan Qaraqalpaqston jamoadan QAREKEN KR ushbu jamoa 3-jamoada Ziynaddin jamoasi bor. Aynan o'yin darajasida aniqlay oladigan. No, boshqalari shaxsan endi ko'rsatdim. Ice. Hop. Hard. Aslida shu tarafda yashamoqda ayni damda. Oops. Bomber. Pemba. Erte. İneç. Aynen şu manzilde bir kadar geçeceğimiz ayrıca İneç. İnin. Hop. Bumba. Voldier. 8 va 5 raqamli jamoalar o'rtasidagi jang. Aynan 5 raqamli jamoa full holatda va bitta eng yuqori qolgan o'yinchi 8 raqamli jamoadan va ular lobbiga jo'natildi. 5 raqamli jamoa tomonidan NH Kiwi degan o'yinchimiz o'z mahoratini ko'rsatmoqda. Ko'rdim bildim demaganda. Tezda yuborishdi. Uncha vaqt uncha ko'p vaqt sarflab o'tirishmadi. 4 ta kill. Davomini ham ko'raylikchi. Ziynaddin va Delta. Hop. Ham bag'irlarda. Turadigan chiroyli joy. Ziynaddin. Timur ko'pchiligimiz Timur deb taniymiz. Ziynaddin jamoasini Neosoft. Aynan ushbu guruhda yetakchi deb sanaladigan Sunnetulla jamoasi ko'ramiz, ular amalda qay darajada ekan. Neosoft Qaraqalpaq, Leon, AJEL Ko'rganingizdek, ayni damda ular Qoraqalpaqstonlik jamoalar o'yinchilari Ziynaddin jamoasiga qarshi. Hop, yo'nalishni boshlaydimi? Qaraqalpaq, Neosoft.
Da King's Power ilon taktika desa bo'ladi. Aylanib to'g'ri yomonlar usta King's Power pozitsiyasini tez o'zgartirishga qodir. Aynan King's Power o'yinchilari aytdik-ku, mana King's Power zamonaviy tim o'yinchisini nima qilmoqda? Hop, davomicha. AJEL ag'ada ayni damda 2 ta kill. King's Power jamoasi kapitani va Abu zamonaviy tim. Ну, bizlar King's Power va aynan ko'rib turganimiz bilan ular bilishmaydi. Newsa Scripni nok qildi. Scripni David qo'plashadi. Abudi granataga tushdi. Yo-moyo. Nahotki azizlar, zamonaviy tim aynan ushbu guruhda yetakchi sanalayotgan zamonaviy tim jamoasi King's Power tomonidan mag'lub bo'lishmoqda. Aynan King's Power eslatib o'tish kerak. Aynan o'zim Qoraqalpaqstonda Timur bo'lish bo'lgan sababli ba'zi ma'lumotlarni berib o'tishim kerak. King's Power aynan Qoraqalpaqstonda yetakchi jamoalar biri hisoblanadi. Aynan Qoraqalpaqston katta ligasida birinchi sezonda, birinchi mavsumida chempion bo'lishgan, ikkinchi mavsumda top 3 natija va 3-sezonda yana chempion bo'lishgan. O'zi yakun 3-sezon bo'lib o'tgandi. Sezon yaqinda yana bo'lib o'tadi Qoraqalpaqston katta ligasi. Zamonaviy birinchi o'yin yaxsiz bo'lib o'tdi. Hop, mayli. Keyinchi QAREKEN kart Des Century Fox Kembo jamoasi o'yinchilari aynan zona tashqarisida o'lib, bitta o'yinchi aynan zona tashqarisida yo ikkita jon saqlashni qilyapti yoki loot bu qadar loot topishga harakat qilmoqda. Kart jamoasi o'yinchilari Delta, Ups, Nash, Ice, God jamoasi mi? King's Power jamoasi ayni damda o'yinda. Muratye Sport lobbiga jo'natilgan o'xshaydi. Kart jamoasi va QAREKEN QAR jamoasi o'rtasidagi jang. Azizlar, bu ham chidamli bo'lib o'tadi, xudo xohlasa ko'ramiz. Hop. Ayni damda Qoraqalpaqston jamoalaridan bitta o'yinchi minus va chekinishga qaror qilgan QAREKEN tegi bilan harakat qilayotgan jamoamiz aynan Qoraqalpaqstonlik jamoa Mania Nor kart jamoasidan bosim qabul qilyapti. Mars QAREKENga aynan ikkita o'yinchi qolgan. Nur va Mania. Kart Mars. Yaxshi, Mania. Yordam berishib yubordi aynan Nurga. Bitta minus. Mana yolg'iz yurishning oqibati. Barcha masofalarda. Sergeyda. Salkam ishlarini tenglashtirib oldi. QAREKEN jamoasiga nisbatan. Ko'ramiz aynan keyingi to'qnashuv kim bilan bo'ladi, kimlar yuz beradi. Hop, bu tomondachi. Inech, Gaza. Hop, Qolib olishgan King's Power yana ham bosib qiladimi? Kichkina test olishga harakat qilishmoqda King's Power.
Kings Power jamoasida bitta nok qabul qilishgan. Yaxshi. Qaraqalpaq, Leon, AJEL. O. Yaxshi. Hop, X-Power. Harekatni davom ettirmoqda. Gazda, Aytura, Jayron, Smaska. Boshimiz kerak, aynan gazda. Demak, yaxshi pozitsiya tanlab olishgan. Ularni yaqinda hech kim ko'rmayapti ayni damda. Jamoasi qarshiligi aynan X-Power bilan masofa saqlab jang olib bormoqda. X-Power Urabsar qanday tezda pozitsiyasini o'zgartirishga qodir. NH jamoasi hozirda 6 ta kill qilishgan. Va ular yaqiniga Ice jamoasi o'yinchilari yetib kelishdi. Bitta nok. Mol. Ikkita nok. Yo'q, bitta. No, no, Ice jamoasi o'yinchilari Maratonimiz boshqacha o'yin ko'rsatishdi. Bosh kerak. Oh, knock. Olha. Depois smoke'da. Chizo. Bitta o'zi jamoadoshlar ichidan eng oxirgi qolgan o'yinchi. Bu yerdan ham kelishlaydimi Kings Power nahotki? Yo'y, pray, granatalar ketma-ketligi. AJEL bor. Yes, chizo tomonidan. Neosoft. Yana ham bitta o'yinchi bo'lish kerak. Leon degan. Va ko'ryapsizlar. Bir emas, ikkita nok berib yubordi. Va Yes chizodan Kings Power'ni Yes chizo qanday? Kings Power aynan bu yerda sizda top 7 natija bilan o'yinni yakunlaganini ko'ryapsizlar. Hop. 4 ta kill aynan. Sayra. Yaxshi. Yana o'yin ko'ramizmi? Just chizdi. Boks jamoasi o'yinchilari. Bu holatda folga. Da, 4 jamoalar, 12 jamoalar o'yinchilarini minus qo'shdi, bitta o'yinchisini. Qo'shinlar mumkin, aynan damda jamoalar qanday pozitsiya tanlashmoqda. Endi 10 raqamda harakat qilayotgan har jamoa o'yinchilari hech qanday
John 3. Oops. Hard. Kamba. Mana yakuniy granata Kamba jamoasi o'yinchisidan Wolf jamoasi aynan to'g'ri natija qayd etishmoqda. Kamba Hart va bu tomonda Chizo degan o'yinchimiz top 3. Kamba top 3 natija. Top 2 ham bo'lishi mumkin. Top 1 ham bo'lishi mumkin. Kuzatamiz. Hop. Bagi transporti bilan yo'nalishini davom ettiradimi? Bir butun ketish kerak. Da. Va full minus. Barcha o'yinchilari top 3 natija qayd etishmoqda. Kamba top 1ga yaxshigina imkoniyat bor. 3ga bir holat va undan foydalanmasa bu katta xato. Va foydalandi. Test chizo top 2 natija. Так. Кэмпбелл Сайрекс. Kamba, Beavis, Nightix, Fox, Kamba o'yinchilari ayni damda 13 ta PTS yig'ib olishgan. 13 ta kill, ya'ni 13 ta PTS va plus PTS qo'shadi. 50 ta bo'ladi. Yaxshi, birinchi o'yin uchun bu yaxshi natija, aynan Kamba jamoasi uchun 13 ta kill va top 1. Va DS jamoasi o'yinchisi. DS. Yaxshi, Chizo. Yaxshi, mahorat evaziga top 2 natijagacha yetib kela oldi. 7 ta kill, top 2, hard. 7 ta kill, top 3, hard jamoasi o'yinchilari. Yaxshi. Joylashgan pozitsiyasi xatoligini tushunishgan bo'lishi mumkin. Chiqib keta olishmadi. 3 jamoasi esa top 4 natija 4 ta kill bilan va Gaza jamoasi o'yinchilari top 5 natija 1 ta kill xolos. Yana DS o'yinchilari 3 ta kill, top 6. X-Power jamoasi o'yinchilari 7 ta kill, top 7. Bunda Ice jamoasi 4 ta kill, top 8. TR jamoasi o'yinchilari 0 kill, top 9. Delta 5 ta kill qilishgan va top 10 natija. Va NH 6 ta kill, top 11. Qaraqalpaqstan. Aynan Manian tasarrufda 1 ta kill. O'zi jami 1 ta kill. RF 1 ta kill, top 13. Jamata Zamonetim jamoasi 1 ta kill, top 14. MURA Sport 1 ta kill. Severas tasarrufda. Top 15 natija qayd etishmoqda MURA Sport. Anti 0 kill, top 16. Au 0 kill, top 17 natija Kamba jamoasi o'yinchilari bo'lsa aynan damda 13 ta kill va g'alabani qo'lga kiritib ketishmoqda. Aynan EROS kartasi jami 4 ta karta bo'ladi. Aynan bugun yarim final o'yinlari, yakuniy guruh o'yinlari, yarim final bosqichi. Kams va Cyrex eng ko'p kill qila olgan o'yinchi 6 ta kill aynan ushbu match uchun, ushbu karta uchun. Qaraqalpaq bo'lsa, aynan Kingsbor o'yinchisi eng yaxshi o'yinchi Cyrex killni jamoasi uchun bera oldi. Xo'p, ko'ramiz, kuzatamiz azizlar va oldimizga o'zlar nimani ko'rsatib bera olishini. Hozir sabrxon esa. Sabr. If you touch
your shoe size? Ay, two katanas. I make it hot like we in Punta Cana. Ducking cameras, stuck in traffic, up in some balaclavas. Get savage, we come to ravage. Flexing like Muhammad Ali. Standing tall all over you average. Make way, black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off, you call it blue street. Cause it's war time. Make way, black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off, you call it blue street. Cause it's war time. About to hear me, son. Ay, I got something strong around me. Yeah, 10,000 fall around me, son. And the weapons drawn, fighting my cheek. Yeah. Go ahead, fire at me. Yeah. Watch the weapons all fall to my feet. Cause you floating up in the air, realizing I'll put you there, realize you live in your step. Because none of your dogs is there. Where they at? Hiding from the truth, just like you, lying through your tooth. Talking bulletproof, where's the proof? All my dogs and sounds, cut her up your town. Word to mama, watch this cut sound. Make your favorite rappers look like clowns. 100 pounds, bonafide, take your shooters out. Run the bell, home and take the mic, put it on the ground. I'm a grandstand, ain't nobody touching on my halo. Black noses, sticking quick like Play-Doh, what you think of? Black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off, you call it blue street. Cause it's war time. Black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off, you call it blue street. Cause it's war time. What's your shoe size? Ay, two katanas. I make it hot like we in Punta Cana. Ducking cameras, stuck in traffic, up in some balaclavas. Get savage, we come to ravage. Flexing like Muhammad Ali. Standing tall all over you average. Make way, black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off, you call it blue street. Cause it's war time. Make way, black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off, you call it blue street. Cause it's war time.
Kaiser, nega bunday qildi? Mana ko'ringlar, bizlar qaytib keldik o'yinga. Hozir jamoalar birinchi kartada ko'rsatgan rezultatlarni sizlarga ko'rsataman. Qanday natija qildi. Hozirda qanday jamoalar bor? Mana FX bor, KMB, AUK, NH, ICE jamoalar qanday jarohatlar munosabat. Gazda jamoasi har tomondan yig'ilgan aynan. Qozog'iston jamoalari bor. KARTA, ST, PRP, DS. Aynan men uchun ko'pchiligi yangi. Yarmidan ko'pi umuman bo'lmagan bo'lishi. DS. Sport deb bilasan. Zemoletim. Buni bilasan. X'ni bilasan. Ups. Yangi men uchun Qaraqalpaqstan. Ser. Aynan pastdagi Qaraqalpaqstan. FX. Power. Hard. Power. Hard. Hard. Молодец. Bo'ldi, o'yin boshlandi. 36 soniya. Va bizlar natijalarni ko'rsatib o'taylik. Mana shu ma'qul deb o'ylayman. Jurnalistlar aynan hozirgi vaqtdagi natijalar aynan birinchi karta yakuni allaqachon chiqib qolgan. Kaniba adam jamoasi aynan 23 ta test jamg'arishgan va top bir natija. Desire top 13 ta test olishgan. Hard Family 12 ta test top 3 natija. Ops 8 ta test, King Sport 8 ta test top 5 natija. Neo Hard top test top 6 natija. Desire 5 ta test, Alliance 5 test top 8 natija. Delta Gaming 5 ta test top 9. Gaza Family 4 ta test top 10 natija va qolgan jamoalar natijalarini barchasini ko'rib olsangizlar bo'ladi. Aynan o'zingiz xohlagan, o'zingiz tomosha qilayotgan, qo'llayotgan jamoangiz aynan ushbu jamoalar chetda bo'lishi kerak. Bu shafqatsiz o'yinlar bo'lib ketmoqda hozirgi damda. Ya'ni ba'zan yetakchilik qilmoqda. Boshqa jamoalarga nisbatan ancha-muncha testlar yig'ilishgan. O'yinchiga kill va to'ppa. Mana Top, kim qayerga tushadi? Hammasi yaxshi. Zo'rni spotlar ham taqsimlanganga o'xshab sakrayapti ayni damda. Kings Power'dan, Qung'rat Esport, Ceza, Everest, Gazda jamoasi bilan to'qnash kelishmoqda. Kim edinglar? Yo'q, qo'y.
Aynen ikkita, har bitta jamoada ikkita minusdan 69. Aynen 69 hisobida ikkita kill. Aynen ushbu ko'rayotgan o'yinchi 69 va Delpan. Aynen Qarakalpaq Sport jamoasiga qilyapti. Bu gazda o'yinchisi, aynan bu esa Qarakalpaq Sport o'yinchilari. O'yin boshidan jang ko'rsatmoqchi bizlarga. Delpan 69. Qarapman QAREKEN jamoasida ham jang bo'lyapti endi yuzmoqni. Hard mana qolyapti. Hard. O'yin boshida yaxshigina killlar qilyapti. No, lekin ushbu pozitsiyadagi yakuniy notani ko'rmoqchimiz. Doğru mi fasolesi bo'lib ketdi. Hozirdan Hydra Smaska 69 Delpan. Qarachi. Ceza va EROS yo'q o'yin boshidan. FX Delta. Shu. Davay. Mana bu pozitsiyadagi janglarni kuzataylikchi. Hop. Voy! Yo'q, bo'ldi. Maska tomonda uzatgan. That's ice. Ko'rishimiz kerak boshqa tomonda janglarni ham. Gazda ketishni ma'qul ko'radimi? Smaskada HP juda ham kam. Yo'q desa ham bo'ladi pastga. Qarakalpaq Sport bosim qiladimi? Yo'qotadigan hech narsa qolmadi shekilli. 17 jamoa. Delpan bosim qilishni xohlayapti. Atiro hop. Qarakalpaq Sport masalan yechishga juda ham yaqin qolmoqda va yechishdi. 4 ta kill Qarakalpaq Sport hisobida va 2 ta minus qabul qilib olgan holda keyingi yurishni boshlasa bo'ladi. Va biz ham bu tomon allaqachon bir nechta jamoamizdan ayirib yurganmiz. Ushbu jamoalar qarshiligini yakunigacha ko'ramiz deb juda ham kuchli. Aynan o'yinlari. Ayni damda DS, Gaza, Ice jamoalari minus bo'lishmoqda. Ayni damda sizlarga bunday ko'rsatma yaxshi bo'ladi. DS, Gaza, Ice. Izzat. Delta va RFX jamoalar qarshiligini ko'rishimiz kerak. Nerede o'ylabdi? Kings Power, Liam jimjit. O'yin yakuniga qo'ymoqchi shekilli. Shularni RFX hop. Elazaqada. Qo'yasiz jang. Hop. RFX jamoalari o'ziga jo'natildi. Aynan Delta jamoasi o'yinchilari tomonidan. Qanday yugurmayapmiz, 4 ta kill. Yaxshi. Albatta to'qnashuvda jamoalarimiz qarshiliklarida
kamida bitta o'yinchidan ayrilib qolishmoqda. Yaxshigina bor arbitra jamoa o'rtasidagi va ular endi shu qarshiliklarni Allohdan olib bera olamiz. Start. Qaraqalpaqstan. Legion, Spor, yanaş. Out. Kim? Des. Ko'ramiz mı endi da? Zamonatim va out. Va ko'ramiz. İzleyişte yigitlarimiz. GeNa. Ruska, Sardar, Kattop. Zamonatim. Yaxshi, Zamonatim o'yin boshidan minus qabul qilib olishganda aynan oldingi Yarangil kartasida. Zamonatim. Sardar. Shekilli maqbul variant deb qabul qiladi shekilli. Blok. Yaxshigina joylashib olishdi. Bu zaman javob o'qlarini ham qabul qilib olsa kerak. Zamonatim o'yinchilari. O'xshashga bu xato. Avul. Pozitsiyasini tezkor o'zgartirmoqda. Hop. Sardar. Jamoa o'yinchisi orasidan o'tib ketmoqda. Jang qilmaydimi u jamoa o'yinchilar? Shmor. Assalomu alaykum. Barmi? Qancha kerak? Oğlum konuşuyor var. Hart alga hart. Kazak sizden mısır mı? Yok Kazak. Sen Kazak göster. Eagle. Ben kommentator. Ben Kazak düşünmem olmuyor. Eagle Montana. Aynen. Avuk jamoasi o'rniga Dias. Discord. Yetib kelishdi. Judayam goch. Judayam ichkari kirib ketishmadimi? TMT jamoasi judayam xavfli ekanini bilasizlar. Desmonto. Tomato. TMT, nima bo'ldi sizlarga? TMT. Ну давай. Поиграли. Так. Вот. Блот. Aynen. To'dadan ajraldi. Tomato ham qo'yish mumkin. Hop, tomato ayni damda blot jamoasidan ajralib harakat qilmoqchi bo'lgan bulutni urib qo'ydi tomato deya so'nchisi. Va goch.
Ziynaddin o'yinchlariga qarata bosim. Va bu tomonda yana qarab turgan Ego degan o'yinchisi bor DS jamoasini. Hozirgi vaqtda 12 ta jamoa harakat qilishmoqda ushbu Miramak kartasida. Ham chiroyli ketayotgan Miramak kartasida. 12 ta jamoa va ular tarkibida harakat qilayotgan jami 42 ta o'yinchi. They're smiling. Montana. River. Balkim javob qaytarishar Timur jamoasi o'yinchilari. Hop, to'rga 3 holat. Abu. Montana. Ya. Yaxshi. Ikkita aynan Timur jamoasi o'yinchilari rakursda bo'ladi. Ikkiga to'g'ri holat va aynan ushbu manzilga avg o'yinchilar ham yaqinlashib qo'ygan o'xshaydi. Hop, bitta qolgan o'yinchi Abu Ziynaddin jamoasida. Korpuslar DS o'yinchilari qanday yetishtirishganini, Ziynaddin o'yinchilarini hech qanday imkoniyat qoldirishmadi, hech qanday minus qabul qilib olishmadi va KMB va AUK jamoasi KMB aynan AUK tomoniga juda ham yaqinlashib olishgan. DS bu zaman yana ham bosim. Shekilli boshqa jamoalar tomoniga Ziynaddin bundan top 12 natija ko'ramiz, balkim comeback ko'ramiz. Yaranga Miramak kartalari va ular hisobida full 2 ta karta bor hali. Kamba. Hop. Kartani ko'raylikchi. Kimda bor? Nima sport? Endi X Power. Qarab qo'yim ekan. Bu qarshilikda ko'ramizmi? Timur, Manya. Aynan qarab qo'yim ekan. Qaraqalpaqstan ikkita jamoa to'qnashuvi bo'ladimi? Manya. Nima qilyapti Manya? Havoy ko'rsat. Delpak, Mura sportda. Jamoasiga qarshi Manya, Leon ushlab qola oldi. Opa, Newsoft. Leon mayli, keyin skor o'yinchisi ushlab qola oldi bitta o'yinchisini. Manya ham jamoadasi bor-ku. Tomon harakatni boshlagan. Yo, qanday zajim Manyadan. Yaxshi. Export hisobida 4 ta kilo. Anti. Aha. Mura sport alemishmoqda. 69 Delta. Delta jamoasi Anti va Kemba. Hop, Kemba Pumba.
Yaratamiz joylashib olgan boshqa jamoa o'zlariga nisbatan ikkita jamoa o'rtasida qolib ketgan. Ko'raylikchi. 8-raqamli jamoa o'yinchilari, aynan 6-raqamli jamoa ham aynan ushbu manzilda Auk, Kemba, Enti. Aynan ushbu 3ta jamoa Fobia. General Norpo'dan aynan anti jamoasi o'yinchilari Auk jamoasini o'rtoqlashmoqda va Kemba ham qarab turmay bu tavuqqa yordamlashayotganday olib qo'yapti. Anti jamoasi ishlarini. Kumba. Fobiyada. Kumba emas, Fobia. Tezroq bosimni tashkillashtirmasa, Sayrex urib qo'yishi mumkin. Aynan Fobia degan o'yinchimizda. Pul ochilib qolishmoqda. Fobia. Hop. Yaxshi. Auk, Sardor va yakuniy. Yo'q, ko'rmay qoldi. Top. Buskar. Kemba ko'p uzamay bosim tashkillashtirdi. Kemba o'z maqsadiga yetdi. Ayndamda Auk va Enti lobbiga jo'natilmoqda. Hozirda ikkita jamoa kartamizda Her hali ham yashamoqda. Delta, Ter. Des. Qaraqalpaq bor, Qaraqalpaqstan bitta jamoa. Yozlar. Jamoalar pozitsiyalariga qarab nima deyishim mumkin? Izar NH. Hop. NH qarab ham harakat tamom. Bosim qiladigan o'xshayapti endi. Mania, hop. Bitta kill. Dayas o'yinchilari. Aynan Dayas. Z100 o'yinchilarni tarmoq qilgan jamoamiz. Mania. Va Qaraqalpaq top 6 natija. NH. Dayas. Ter o'yinchisi aynan. Stick. Yashayotgan joyini qarang. Yo'q. Ko'rmaslik bu xato. NH o'yinchisi 12-raqamli jamoadan eng so'nggi qolgan o'yinchi ayni damda. Hard. Des.
KAM o'yinchilari. Yo, KAM o'yinchilari ayni damda minusga uchramoqda va KARTA bir nechta noklar qabul qilib oldi o'zlariga. Va DS NH full holatda. 12 raqamli jamoada eng so'nggi qolgan o'yinchi nima qilayotganini bilmayotganimiz kerak. DS olib boramiz. Qaling. Jamoa NH Hard DS Hard yana ham to'pga keldi. To'plarga qayta etishgan. Böyle. Watch. Şimdi дальше. Yine full. NH va DS jamoalar qarshi kelgan. DS. Hozir NH tasarrufida ikkita o'yinchi meditsina qo'llanib. Ya, minus. NH'dan aynan 5 raqamli jamoada eng so'nggi o'yinchi. Va bosim o'tuzova. Buraya bir asmoq shekilli. Hop, bitta nok. Ikkita nok. Yo'q. Omadam aytgandir, men yordam bera olmasam kerak deb. Yo'q. Hard family. Men yordam bera olmayman deb. DS. Yaxshi, DS jamoasidan. Tomato, Ego, Watch, Mailing. Jami 8 sekund. Juda bliski, juda yaqin orada ham taktikasini birligini yo'qotmasdan jamoaga harakat qilsa olishar ekan. DS jamoasi 8 ta kill, top 1. NH 5 ta kill, top 2. Har jamoasi top 3 natija 7 ta DS. 7 ta kill, ya'ni 7 ta plus. Classification'ı aytayotganman. Va top 4 natija TR jamoasi 4 ta kill, KMB jamoasi top 5 natija qayd etishmoqda. Ishtirok hisobi bilan Qaraqalpaqstan TR jamoasi 1 ta kill, top 6. Delta 5 ta kill, top 7. AUK jamoasi 3 ta kill, top 8. Entia 3 ta kill, top 5 ta kill, top 9. AUK 3 ta kill, top 8. Entia 5 ta kill, top 9. Kings Power 4 ta kill, top 10 natija. Qur'at Sport 5 ta kill, top 11 natija. TMT yana ham test yo'q. Top 12 natija 0 kill. Uch jamoasi 0 kill, top 13. RFX 1 ta kill, top 14. Ice 4 ta kill, top 15. Gazda 2 ta kill, top 16. DS yana bitta jamoasi 2 ta kill, top 17 natija. DS ayni damda bitta jamoasi 8 ta kill, top 1 natija qayd etishmoqda. Yaxshi, top bu bunga
Jami 4 ta karta bo'lsa, bu ikkinchi o'yin natijalari. Umumiy tablitsada jadvalda ko'rsatamiz esa. 3-chi karta boshlanishi bilan kutmaysizlar. Sabr qilamiz. Dasturchi bosuvchi Tomata eng ko'p kill qilgan o'yinchi. Ja, ko'p kill qo'yib tashlamagan o'yin ushbu matchda. Esta jamoasi Qanlikol yaxshi o'yinchi. Bato, qalay Umid? Rahmat, bratан, от души дал отшил. What's your shoe size? Ay, 2 katanas. I make it hot like we in Punta Cana. Ducking cameras, stuck in traffic, up in some balaclavas. Get savage, we come to ravage, flexing like Muhammad Ali, standing tall all over you average. Black wave, black waves on my feet, wearing black shades, like I'm paid in these streets. It's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off, you call it Blue Street, 'cause it's war time. Black waves on my feet, wearing black shades. It's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off, you call it Blue Street, 'cause it's war time. About to hear me, son. Ay, I got something strong around me. Yeah. 10,000 fall around me, son. And the weapons drawn, fighting my cheek. Yeah. Go ahead, fire at me. Yeah. Watch them weapons all fall to my feet. 'Cause you floating up in the air, realizing I'll put you there, realize you live in your step. Because none of your nose is there. Where they at? Hiding from the truth, just like you, lying through your truth. Talking bulletproof, where's the proof? All my dozen sounds, cut her up your town. Word to mama, watch this cut sound. Make your favorite rappers look like clowns. 100 pounds, bonafide, take your shooters out. Run the bell, home and take the mic, put it on the ground. I'm a grandstand, ain't nobody touching on my halo. Black noses, taking cook like Play-Doh, what you train on? Black waves on my feet, wearing black shades, like I'm paid in these streets. It's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off, you call it Blue Street, 'cause it's war time. Black waves on my feet, wearing black shades, like I'm paid in these streets. It's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off, you call it Blue
tell you true lies. We go toe to toe. Homie, what's your shoe size? Ay, two katanas. I make it hot like we in Punta Cana. Ducking cameras, stuck in traffic, up in some balaclavas. Get savage, we come to ravage. Flexing like Muhammad Ali. Standing tall all over you average. Make way, black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off, you call it Blue Street. Cause it's war time. Make way, black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off, you call it Blue Street. Cause it's war time. About to hear me, son. Ay, I got something strong around me. Yeah, 10,000 fall around me, son. And the weapons drawn, fighting my cheek. Yeah. Go ahead, fire at me. Yeah. Watch them weapons all fall to my feet. Cause you floating up in the air, realizing I'll put you there, realize you live in your step. Because none of your dogs is there. Where they at? Who hiding from the truth? Just like you, lying through your tooth. Talking bulletproof, where's the proof? All my dogs and sounds, cut her up your town. Word to mama, watch this cut sound. Make your favorite rappers look like clowns. 100 pounds, bonafide, take your shooters out. Run the bell, home and take the mic, put it on the ground. I'm a grandstand, ain't nobody touching on my halo. Black Moses taking crook like Plato, what you think of? Black rage, black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it Blue Street. Cause it's war time. Black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it Blue Street. Cause it's war time. your shoe size. Ay, two katanas, I make it hot like we in Punta Cana. Ducking cameras, stuck in traffic, up in some balaclavas. Get savage, we come to ravage, flexing like Muhammad Ali. Standing tall all over you average. Make way, black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it Blue Street, cause it's war time. Make way, black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it Blue Street, cause it's war time.
Tak. O'yinlar boshlandi. Sizlarga natijalar hammasi chiqdi. Lobida turgan joyni ko'rsatishga ulgurib ma'lumsiz. Va sizlarga bizlar 3-karta start oldi. Va tablitsa allaqachon chiqib qolgan bitta karta natijasi. Qarang. Bitta kartaning natijasi umumiy bitta tablitsa. Bitta tablitsani ko'rib baho berishingiz mumkin. Ayni damda Kanibadam jamoasi 29 Desire Team DS jamoasi 29 jamoasiga to'p uchun natija Hard Family ikkinchi o'rinda 24 Leopard natija Desire natija Kings Power 6 o'rinda 12 final yo'llanmasi bo'lsa to'p 3 natija qayd etish kerak. Kings Power aynan qolgan to'p 6 natija. Top 14'da KAREKEN. Top 12'da MURA Sport. No, lekin aytib o'tish kerak, barcha jamoamizda ham natijalar yaxshi natijalar qilish uchun barchasida ham imkoniyatlar yetarli. Ya'ni badam 29 Qarta 24 Desire yaxshi imkoniyat sohiblari va bizlar kim qayerga rotatsiya qilishadi. No, yigitlar. Hozir bunday to'liq hammasini kartadan qayerda, sportdan qayerda rotatsiya qilishadi. Hammasini ko'rsatganimiz bilan baribir bizda streamda deyishgan, ya'ni keshikish bor. Aynan bizlar o'yinda bo'lgan paytimiz siz kuch paytdagi formulani ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Aynan sizlar yakuniy bosqichdagi final janglarni ko'rayotgan paytingiz, masalan, top 5lik ko'rayotgan paytingiz, aynan bizlar dam olib o'tiramiz. Shunday. Fix, Ice, Delta, Poletsa, Spot, 1, 2, 3, 4 jamoa aynan. Multi Sport, Des. Joli manzara guvoh bo'lamiz azizlar. Dali chizo. Har tomon topikka natija ko'rsatganda jamoasi. cezaQARAQALPAQ EROS DS jamoasi qarshiga. Please. Leopard cezaQARAQALPAQ EROS takroran yana xato qilmasa kerak. Kings Power va The Gaza jamoasi qarshiliklari. Mana Gaza boriga o'yinimizda MURA Sport mehmoni bo'lishganda aynan bu sevimli spoti va bu yerni ham tashlab ketmagan holda boshqa janglarni ham kuzatishni aytamiz. Delta. Yaxshi. NH Delta jamoasini lobbiga jo'natishdi. Top 16 natija qayd etishga majbur qilmoqda NH jamoasi. RPX AUK TMT Gaza aynan ko'rayotgan bo'lsangizlar Kings Power jamoasini o'yindan chiqarib yuborishyapti. Bitta kill hisobi bilan Delta hop minus Kings Power minus.
There. Out. This. Ko'ramiz. Ikkita jamoa qarshiligini ko'rsak qanday bo'ladi, izzat? Nice. Bye. Aynan bu Orazbek va pastdagi kerak. Bizga jang ko'rsatishadimi? Top. Combat. Jamoalar. Now. Tayyor. Legion. Tayyor jamoa so'ngchilari. Tayyor. Ikkinchi o'yinga tayyor jamoa so'ngchilari. Qarshiga. Sardor. Mana xato. Tayyor jamoa so'ngchisi BVK degan o'yinchimiz aynan AUK jamoa so'ngchisini ushlab qolmoqda. Orazbekda ham jang bo'lishi kutilmoqda. AUK jamoasi ham nazorat qilmoqda. Va bizda Orazbek fix. Nice halaka. Nice jamoa so'ngchilari va fix. O'zim bizlarga nima taklif qilishim ekan? Kichkina kamera. O'ng tomondagi kamerada ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. AUK jamoasi eng so'nggi o'yinchi va Abrotchik. Fix so'ngchilari jamoadoshni yo'qotishni xohlamasa kerak. Bir emas ikkita noqob qilib olgan Fix. Tamam. Abrotchik. Yaxshi. Ice. Ya. Ice ko'pga chidamadi. Yigitlar. Ice. Ya, RFX jamoasi. Cho'za bilan. Ice. RFX jamoasi saqlash bo'lib yuborishdi. Topda kill va bitta minus qabul qilib olishgan. O'zlariga bitta o'yinchi. Muratiya Sport va DS jamoasi qarshiliklarni kuzatamizmi? Juda ham ayyorona uslubga ega DS jamoasi. Ko'ringlar, qanday
Testlarni qanday Explorer o'yinlarni qiynab tashlashganmi? Aynan TR Kres da Kres sarg'itlab aynan 6 chama farqida. Так, kartaga qarab, 2 real jamoasi qarshiligini kuzatamiz. Ter pelom minus. Zamonet temonchilari ham yetib kelishmoqda ayni ushbu manzilga. Da. Borni berib xarid qilmasa, yo'qotadigan hech narsasi qolmadi. Zamonet temonchilarida. Aksanka mana bir yerda ko'p vaqt qotib qolishni oqibati. Aynan MURA sport jamoasi o'yinchilari Destan aynan da tayin qilishmoqda. Ikkinchi va 12-chi raqamli jamoalar. O'rtasidagi jangga Samolyot temonchilari aralashib ketishdi. Aynan ushbu jang bizniki deganday. Mayli, nima ham deymiz. Ops. Blok. Nok. Combat tomondan. Zamolyot ham aynan da. Yani nokta buluşmakta o'zgargan minutda stik legio va bizlar kartadan boshqa tomondagi janglarga o'tishimiz kerak. Sport bir butun holatda hech qanday hech narsa bo'lmagan. Ice anti jamoasi qarshiliklari. Хотя мост не околочка, а где? Nice juda o'tishgan hard jamoasi o'yinchilari aynan Mars qolib ketgan. Dasda yana bitta jamoa. Imid qilishadimi? To'g'richi? Yo'q, jang amalga oshirmoqda. Tamata. Aynan ikkita o'yinchisi. Bitta jamoa aynan damda va Tamata. Kerakli testlarni ochdi. Combat. Block. Favor. STK. PV. Edmund. Montana. Edmund. Ya, Eagle Montana'da. Hop. That's nice. Combat qanday o'tkazilmoqda? Rasulga harakatlanish kerak. Jamoalarimiz tez harakat boshlashdi. Qumrati sportdan boshlashdi. Aynan Qumrati sport. Ushbu manzilda o'zlarini kafolatlanmoqchi. Hop. Yavis. Gaza jamoasi yaqiniga juda ham kelib boshladi. Yaqin kelib boshladi. Gaza. NH.
Gaza. Kamba. 3 ta jamoa. Murat Esport juda ham yaxshi kill ishlab olishi mumkin. Gaza. Shilvik. Gaza yaxshi. Eng oxirgi qolgan o'yinchi Gaza va top o'yinish natija qayd etishmoqda. Qanday 12 ta jamoa bor hali ham oldimizda. Murat Esports va qarshısida Scrip olmoqda. Fox hali yashamoqda. Murat Esport. Qanday qo'shilmaymiz degan ma'noda yetib kelishdi ular ham. EROS Fox ham qochib ketisha olmadi. Aynan paytda DS o'yinchilari ham yetib kelishganda. Va bu juda azart. Sana o'yinga kim ham qo'shilib kelmaydi. Murat Esport bir butun va Delpan NH o'yinchisiga granata yordamida bitta nok berdi. Hop. 69 Ceza Delpan Everest tarkibli Murat Esport aynan Qaraqalpaqstan jamoalari yetakchi jamoalari biri Everest NH jamoasi tomonidan bitta nok qabul qilmoqda. Juda ham zich joylashib olgan NH jamoasi o'yinchilari. Hop. Delpan tomonidan yana bitta nok. Delpan o'zi ham nok qo'l qolmoqda. Hamma yer molat. Nahotki granata yo'q. Yaxshi 69 Ceza. Jamoasi uchun yordam berish kerak. 69 chiqarmaslikka harakat qilmoqda. Va bu tomonda DS o'yinchilari. Parcha bo'lsa ham tayyor. 69 nok. Everest. Nok. Delpan. Minus. Yana ish o'yinchilar tomonidan. Murat Esport. KARTA minus bitta kill hisobi va to'pon natija. Yana ish jamoasi bo'lsa 5, 8, 13 ta test. Jamg'arib olishgan 13 ta kill va hali ham o'yinni davom ettirisha oladi. 13 ta kill. KAREKEN bor. Aynan Qaraqalpaqstan jamoalari yana bitta jamoa. Hard NH Ko'ramiz kartada qanday Çağda yeni ekşide yok kuchli ekan. Dashcha boshqasiga. Yanti jamoasi ham kelishgan. Tepadan barchasini nazorat qilishmoqda. Hard, NH, DS. Ice. Qaraqalpaqstan. Yetib kelsa yaxshi bo'lardi juda ham. Jangovar ruhiyatni qo'ldan boy bermaslik kerak. Ketsa jamoa. Ko'pchiligi full holatda o'yin so'ngigacha yetib kelishgan. DS. Yana o'z pozitsiyalarini o'zgartiradimi? To'g'rimi bu? Yalang, yana o'yinchilarni urib qo'ymoqda. Kivi ayni damda nok. O'yinchisi. Qarab turmasa kerak.
Menimcha o'yinchilar bilmadim, negadir nok qabul qilishmoqda. Ketma-ket. Ice. Goch. Ice. Des. Kar. NH. Enki. O'ziga yaxshi pozitsiya topdim. Des jamoasi o'yinchisi va xat o'zlariga mold faqatgina mold ajratib turibdi ularni va yordamga jamoadoshlar ham yetib kelishdi. Voy, bir emas ikkita nok. Xatdan ancha o'yinchilar bor ekan, NOTORIOUS o'yinchilar tomonidan minus bo'lib ketishmoqda. Top natija. Hop, davom etadi. Zaman o'yinchisi Bulat. Zaman markazida. Qaraqalpaqstan xer. Des ice. Endi. Oltilik, anti, des, ice. Zaman o'yinchisi Bulat. Molot yetib keldi aynan. Bu tomonga. Des 12 va DBS qarshiga desam bo'ladi. No, DS o'yinchilari juda ham ko'pchilik ko'p bosim qilishni xohlashmoqda. Juda ham ko'rib olgan qarang. Birga 3 holat va DS dan full yetib kelishgan. No, ushbu blok yaqinida 3 ta o'yinchi ular qarab berisha oladi. Aynan ego tomon. Blok va top 6 natija qayd etmoqda. Zamon etim Qaraqalpaqstan KAREKEN, ya'ni qiyar jamoasi ham. Bunda o'zlariga nok qabul qilishmoqda. Smok. Va yana nok. Mana faqatgina nur holatda. Qaraqalpaqstan jamoasi tepish kerak. Qiyar jamoasi DS bor, Ice bor, Smok, nur. Aynan bu tomonda yana o'yinchisi. Mayli. Top 3dek. Ice. DS va Qaraqalpaqstan qiyar jamoasi o'yinchilari. Ko'ramiz hozir. Aynan Qaraqalpaqstan zona. Markaz zonada tashqarisida ayni damda DS. Kirgizmasa kerak, yaxshigina pozitsiya tanlab olishgan. Boshadi, lekin bor e'tiborni dim orqali o'zlariga qaratib olishgan. Qaraqalpaqstandan ham aqlli o'yin taktikasini ko'ramiz, kuzatamiz. Nur va Vinsmok. DS o'yinchisi ushlab qoldi Vinsmok. No, lekin o'zi ham bosh tomondan yaxshigina yeb qoldi. Nur ishlarga o'ynab berish kerak. Kamida top 2 bo'lsa ham Qaraqalpaqstan o'sha yaxshi bo'lardi. DS bo'ladi. Yaxshi. DS bor, DS tasarrufda.
Aysan kanda qimmat top 3 ga yetib kelishgan kamida. No, yaxshigina imkoniyat deysiz. Tasarrufida ayni ular ikkita o'yinchi bilan yetib kelishgan. Yaxshi. Ays Sako. Aynan xer o'yinchisidan nurni urib qo'ydi. Va 1-2 holat. Va Desta. Yana bitta g'alaba. Qarshidan chiqayotgan jamoalarni umuman o'tmasdan jangda mag'lubiyat bilan bosim qilayotgan DS jamoasi aynan DS jamoasi ayni damda yana bitta g'alaba qo'lga kiritmoqda. 12 ta kill va top 1 natija. Ice'dan top 2, 8 ta kill. Mayli, top 3 natija qaraqalpaq ekan aynan Winsmon hisobida 2 ta kill va top 3 natija. NH ana shu o'yin yaqin masofada baxshiyona jang qilar ekan. 15 ta kill, top 4 natija. Ko'ringlar, katta yaqinda nimalar ko'rsatishgan. 5 ta kill, top 4. Endi 4 ta kill, top 5. TMT zaman ishlari aynan o'yinda ochilmayapti. Top 6 natija, 4 ta kill. Barcha mas'ullar bitta kill, top 7. Bitta kill, top 8. Ops jamoasi 6 ta kill, top 9. Muratiya Sport bitta kill, top 10. DS 0 kill, top 11. Kamba 0 kill, top 12. Gaza 5 ta kill, top 13 natija. AUK 0 kill, top 14. RFX bitta kill, top 15. Delta 0 kill, top 16 natija. Kings Power bitta kill, top 17 natija qayd etishmoqda. DS jamoasi o'yinchilari bo'lsa yana bitta g'alaba lab ko'ramiz. 12 ta kill. Va NH Asset eng ko'p kill qilgan o'yinchi 6 ta kill. Boshqa o'yinchilar ham ancha kill qilishgan NH o'yinchilari. House yaxshi o'yinchi, NH o'yinchisi albatta. Tomato DS eng oxirgi killni jamoasiga g'alaba uchun taqdim etdi. Eng oxirgi killni Tamzayzar va yakuniy o'yin Miramar kartasida nimalar kuzatishimiz mumkin? What's your shoe size? Ay, 2 katanas. I make it hot like we in Punta Cana. Ducking cameras, stuck in traffic, up in some balaclavas. Get savage, we come to ravage. Flexing like Muhammad Ali. Standing tall, all over you average. Make way, black flags on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off, you call it Blue Street. Cause it's war town. Make way, black flags on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off, you call it Blue Street. Cause it's war town. About to hear me, son. Ay, I got something strong around me. Yeah, 10,000 fall around me, son. And the weapons drawn, fighting my cheek. Yeah. Go ahead, fire at me. Yeah. Watch them weapons all fall to my feet. Cause you floating up in the air, realizing I'll put you there, realize you live in your step. Because none of your dogs is there, where they at? Hiding from the truth.
talking bulletproof, weatherproof. All my dozen sounds, cut her up your town. Word to mama, watch this gutter sound. Make your favorite rappers look like clowns. 100 pounds, bonafide, take your shooters out. Run the bell, home and take the mic, put it on the ground. I'm a grandstand, ain't nobody touching on my halo. Black noses sticking quick like Play-Doh, what you think of? Black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it blue street. Cause it's war time. Black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it blue street. Cause it's war time. Your shoe size, ay, two katanas. I make it hot like we in Punta Cana. Ducking cameras, stuck in traffic, up in some balaclavas. Get savage, we come to ravage, flexing like Muhammad Ali, standing tall all over you average. Make way, black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it blue street. Cause it's war time. Make way, black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it blue street. Cause it's war time. About to hear me, son. Ay, I got something strong around me. Yeah, 10,000 fall around me, son. And the weapons drawn, fighting my cheek. Yeah. Go ahead, fire at me. Yeah. Watch them weapons all fall to my feet. Cause you floating up in the air, realizing I'll put you there, realize you live in your step. Because none of your dogs is there. Where they at? Who hiding from the truth? Just like you, lying through your tooth. Talking bulletproof, weatherproof. All my dozen sounds, cut her up your town. Word to mama, watch this gutter sound. Make your favorite rappers look like clowns. 100 pounds, bonafide, take your shooters out. Run the bell, home and take the mic, put it on the ground. I'm a grandstand, ain't nobody touching on my halo. Black noses sticking quick like Play-Doh, what you think of? Black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it blue street. Cause it's war time. Black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it blue street. Cause it's war time.
make it hot like we in Punta Cana. Ducking cameras, stuck in traffic, up in some balaclavas. Get savage, we come to ravage, flexing like Muhammad Ali. Standing tall all over you average. Make way, black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it Blue Street. Cause it's wartime. Make way, black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it Blue Street. Cause it's wartime. About to hear me, son. Ay, I got something strong around me. Yeah, 10,000 fall around me, son. And the weapons drawn, fighting my cheek. Yeah. Go ahead, fire at me. Yeah. Watch them weapons all fall to my feet. Cause you floating up in the air, realizing I'll put you there, realize you live in your step. Because none of your dogs is there. Where they at? Hiding from the truth, just like you, lying through your tooth. Talking bulletproof, where's the proof? All my dogs and sounds, cut her up the town. Word to mama, watch this cut sound. Make your favorite rappers look like clowns. 100 pounds, bonafide, take your shooters out. Run the bell, homie, take the mic, put it on the ground. I'm a grandstand, ain't nobody touching on my halo. Black noses, taking quick like Play-Doh, what you think of? Black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it Blue Street. Cause it's wartime. Black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it Blue Street. Cause it's wartime. What's your shoe size? Ay, 2 katanas. I make it hot like we in Punta Cana. Ducking cameras, stuck in traffic, up in some balaclavas. Get savage, we come to ravage, flexing like Muhammad Ali. Standing tall all over you average. Make way, black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it Blue Street. Cause it's wartime. Make way, black rage on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week, take your diamonds off, you call it Blue Street. Cause it's wartime.
truth, just like you, lying through your tooth, talking bulletproof, where's the proof? All my dozen sounds, cut her up your town, word to mama, watch this cut sound, make your favorite rappers look like clowns. 100 pounds, bonafide, take your shooters out, run the bell, home and take the mic, put it on the ground. I'm a grandstand, ain't nobody touching on my halo. Black noses sticking crook like Play-Doh, what do they know? Black rage on my feet, wearing black shades, like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray the weak, take your diamonds off, you call it blue street, cause it's war time. Black rage on my feet, wearing black shades, like I'm paid in these streets, it's a dark day. Так, азизlar, vaqtdagi yakuniy mehmonga to'sib, 4-o'yin biza boshladik azizlar. Короче, sizlarga rezultat 3 ta o'yin natijasi. Ko'ringlar. Esaertim 45-9 jami top 1 natija. Marta g'alaba. Yo'q. O'zal top testda ikkinchi o'rinda bo'lmoqda. Kanevada Mimotov top testda 3-o'rinda. Familia. Top test Alliance Squad. Top test 5. Esaer 5. Top bitta. Export top test. Top 8 natija. Ko'ramiz yigitlar. Hammasi hali oldinda. Так, kim qayerdan joylashadi? Qayerda o'yin ko'rsatadi? Bari. Hammasini vaqt ko'rsatadi azizlar. Va bu yerda Gazda, RPX hisobida KARTAda 14 jamoa. Oliy tarkibda 56 o'yinchi. Spor va Anti. Sportdan comeback ko'ramizmi? Soq, AJEL, Real. Anti. Spor, Anti. Hop. Jang bo'lishi muqarrar. Soq. Yaxshi. Anti bo'ldi. Soq. Xbox urib qo'ydi. Xbox o'yinchi. Aynan million, Qalpoq, AJEL. Hozirda bitta kill. Nega? Hisobida. Kiradimi?
Hop, granatasi hazırlamoqda. Endi o'yinchilar ham yana bitta o'yinchi qo'shilmoqda va Qaraqalpaqni bosib olmoqchi. Ya. Minus ikkita o'yinchi tayyorlagan keyin spor. Ya. Va endi davomiy bosim kick spor tamom. Ya. Ya, nima qiladi? Qaraqalpaqstan jamoalarining o'yinchilari orqaga tomon harakatlanishi juda qiyin. Oldingi harakatlar o'rganib qolgan aynan Qaraqalpaqstan jamoalari o'yinchilari. Leon va endi jamoasi o'yinchisi yana bitta keyin spor o'yinchisini to'plashadi. AJEL bitta o'zi. Endi jamoasi tomonidan boshqalar minus bo'lib qoldi hozirgi vaqtda. NH Ice RFX. Mana jang Qaraqalpaq. Aynan Qaraqalpaqstan tomoshabinlarni balki hayat yana Qaraqalpaq o'yinchilari kontrol balki Delta ol bolasini Alodir уже statut qilmoqda. Hart jamoasi Delta o'yinchilari uchta jamoa bitta jamoa minusi. Hop. Delta har jamoasi tomon bosim tashkillashtirmoqda. Yaxshi granata uzatmasi. Mana Sergey. Mana minus. Hech qanday qiyinchiliksiz. Delta o'yinchilari har jamoasi o'yinchilarini lobbiga jo'natmoqda hozirda. Delta jamoasi hisobida 6 ta kill. Yaxshigina. Jamg'arma. Qaraqalpaq minus. Ko'rinishlar uchun Qaraqalpaq 0 kill, 0 gol bo'lsa, Smoke Mania 0 kill, KARTA jamoasi hisobida 3 ta kill va lobbiga jo'natildi. Aynan top o'yinchi natija. Bitta o'yinchi AJEL. Yo'qolsa bitta minus qolib qolgan deb. Ice'da bitta minus, NH'da 2 ta minus. Kemba jamoasi 2 ta minus. Hop. Aynan shu kartada kimlar peshqadam. Meni afsuslar bo'lsinki, aynan bu Qaraqalpaqstan jamoalari bunday emas ekan. Demak, Ziynaddin ishora va DS. Mana qarsak. Balkim ushbu kartada Ziynaddin, ya'ni TMT jamoasidan o'yin ko'ramiz. Fras. O'yinchilar Bulut. Balki menda xato qilmasa Bulut.
Ne, zamonaviy bo'lishlari, zamonaviy jamoasi bo'lishlari juda ko'p xato qilishdi va ularga qimmatga tushdi. Yaxshigina o'yinlardan, yaxshigina testlardan mahrum bo'lishgan zamonaviy o'yinchilari. Ceza. River mı? River. Mana, zamonaviy. Ceza. Knock. Yaxshi. Mola. Hop, yakunichi. Eng oxirgi Frost. Va u tomonga ham juda ham bosim tashkillashtiryapti. Va buni sezimda aynan bu manzilda ekanligini bilib Frost. Yo'q, bilmayapti. Aynan Des. O'zida Frost. Aynan shu manzilda ekanda. Zamonaviy o'yinchilari xabaring shekilli. Nice. Eng ko'p konjektur Qaraqalpaqstan komandalari hech qanday xizmat ko'rsatmagani mendan masalan ya fix Poli hojida yo'q Poli zamonaviy got nice. Delta o'yinchisi aynan nice o'yinchilar tomonidan minusga chiqilmoqda. Delta o'yinchilari ham o'sha yo'qotishlar qabul qilmoqda. Blok zamonaviy yana ham qolishmayapti yo'qotishlar borasida. Endi sonuçta ego. Endi oyuncularga 45 nokta. Zamonaviy oz vaqt ichida tiklanib olishsa, balkim pora bergandir. No, des. Tiklanib olishsa, des. Endi allaqachon o'tib ketishdi o'z pozitsiyalarini. Montana Eagle oyuncusu. Aynen Temetov. Tarkibide oynayapti. Ya, bunday savaşlara judayam mahoratli kelishmoqda. Zamonaviy o'yinchilari yana ham lobbiga jo'natilmoqda.
hech qanaqa natija qayd etisha olmayapti. Zamoni kim aytadi jamoasi qisqasi. Ko'pchilik kimdir tanisa kerak. Sayrax. Nanti Wolf Rider. Angel Mode. Del oyuncusunu topladım. Angel Mode'dan. Bunlar Kamba Fox. Des. Aynen. Ularning hisobda mailing va gorch harakat qilmoqda. Aynan holatda turgan. Kartamizda esa 8 ta jamoa va ular tarkibida harakat qilayotgan 16 ta o'yinchi. Yamal kartasida 3-zona harakatlanmoqda. Kamba. First. Fox. Gazda maska. Ja. Иначе. Gazda. Race. Да, кстати, ну, tarkibida harakatlanmoqda. Gazda va o'zlarini o'z jamoasi yaqiniga urdi. Ops, pompari. Атиру. ДВС роль. Aynen. Baksan kadar. Baksan kadar nımaktanız. Aynen ДВС rol bilan. Sanki yaqiniga bir emas, ikkita gaz o'yinchilari kirib kelishmoqda. Oy! Ikkita nok, uchinchisi. Давай.
Son 2 va Dubes qarshiga. No Aksanka uddaladi. Ikkita o'yinchini va yakuniy uchinchisini ham, ya'ni gazda o'yinchilarini Aksanka bitta o'zi yopib yubordi. Uchala o'yinchisini va NH o'yinchilariga ham nok berib ulgurmoqda. Aynan jamoadoshlari. Jamoadoshni asrab qolish kerak. Va borni bermoqda. Press. Ya'ni o'q jamoadoshlari. Aksanka bu qiz bolami edi? Yapida atoma. Da. Aksanka norib tashlamoqda. Kimsan? Ice jamoasi o'yinchilari. Judan bir-biriga yaqin turgan o'yinchi. Aynan Ops va NH tarkibidagi o'yinchilar. Har ikkalasi ham yakuniy eng oxirgi jamoa tarkibidagi eng oxirgi qolgan o'yinchilar va yakuniy masalani kim hal etadi? Ya'ni yoki va hech o'yinchisi hech qayerga harakatlana olmadi. Bu yerda o'yinchisini ham keyin bo'yinchilar urib qo'ydi va bu yerda aynan 3 ta jamoa Enti, Des va keyin jamoasi o'yinchilari Des aynan 2 ta o'yinchi, keyin tasarrufda 3 ta o'yinchi, Enti jamoasida yolg'izgina o'yinchi. Bitta yolg'iz o'yinchi, bitta duo va bitta trio. G'alabani kimdan ko'ramiz azizlar? Enti. Kim bu? Des. Smiling and fucks up. Goch qanday? Qirg'atani uzatdi. Enti o'yinchisi. Obika Janabek bu 3 natija qayd etishga majbur bo'ldi. Aynan top 2 ga 3 qarshilik. Goch bosim qilmoqda. Bitta o'zi kirib ketdi. Shuncha o'yinchi qarshisiga. Почти 1 ga 3 qarshilik. Goch shoy qanday? Dubes va kuchlarini tenglashtirib oldi. Goch yana ham davomiy yurishni qayd etmoqda. Va jamoadoshi ham qarab berib turgan yo'q. Aynan Yunus Goch mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi va 1 ga 2 qarshilik. Lekin keyin bu jamoasi o'yinchilari ham bir joyda qotib turayotgani yo'q. Ular ham harakatda. Goch qanday tezkorlik bilan pozitsiyani o'zgartirmoqda va Gochdan yakuniy, ya'ni Duyasdan yakuniy g'alabani ko'ramiz. 1-2 qarshilikda Kemba Fox, ya. Kemba Fox. Albatta ham g'alabani olaylik deb Duyas o'yinchidan g'oliblikni, ya'ni tortib olishdi. Kembada ayni damda g'alaba 6 ta kiyo. Va ularda profit bormi? Ko'ramiz. O'yin natijasini talkam hammasini tanishtirib bo'lishimizga qadar ko'ramiz. Natija bizga taqdim etiladi. Kemba jamoasi B Avis, Ice One, PG Fox va sayra.
Fox ayında eng oxirgi kelgan taqdim etdi va keyin bir jamoasida g'alaba DS DES jamoasi topda kel. Ya'ni topda yaxshi natijalarni qayd etishyapti. Top 2 natija, Obsta kel va anti jamoasida bo'lsa top 3 natija. So'rab qolgan aynan jamoa o'yinchisi bunda 5 ta kel top 3 natija. Top 4 natija bo'lsa Ice jamoasi. Ularda ham salkam 8 ta kel bor. Yaxshi. Jamoasida bo'lsa 7 ta kel top 5 natija LH 5 ta kel top 6 DS 2 ta kel top 7 Gazda jamoasidan top 8 Temata Zamon Team jamoasi o'yinchilaridan juda ham yaxshi natija bo'lgandek, no hozirgi vaqtda ham top 9, ya'ni 5 ta kel hisob bilan joyida qotib qolyapti. Delta jamoasida bo'lsa 7 ta kel top 10 natija RFX 0 kel top 11 Kicks Power jamoasi aynan hozir jamoalar biri aynan ushbu turnirda aynan ushbu guruh o'yinlarida bugungi uchta jamoa Boston Kicks Power, MURA Sport va KAREKEN KARTA jamoalar qatnashdi. Bu hozirgi damda Kicks Power top 12, Qarta jamoasi 3 ta kel top 13 KAREKEN top 14 natija Nokia. Gamba jamoasi bo'lsa 6 ta kel top 4 natija qayd etishdi. Barakot etib qolamiz. Goch aynan DS o'yinchisi yaxshina bosim qilib boshlaganda o'yin yakunida omadli chiqmadi. 4 ta kel eng ko'p kel o'yinchi Goch. Zamonaviy team o'yinchisi Blot eng yaxshi o'yinchi. Gamba Fox oxirgi kelgan jamoalarga qayta oldi. Va kuzatamiz azizlar. Yakuniy natijalar kelib qolishni. To'rtta o'yin natijasini ko'raylik shekilli. Hakim kelgan. Ya. Fark etamiz ozgina. What's your shoe size? Ay, 2 katanas. I make it hot like we in Punta Cana. Ducking cameras, stuck in traffic, up in some balaclavas. Get savage, we come to ravage, flexing like Muhammad Ali. Standing tall, all over you average. Make way, black flags on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off, you call it Blue Street. Cause it's war time. Make way, black flags on my feet, wearing black shades. Like I'm paid in these streets, it's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off, you call it Blue Street. Cause it's war time. About to hit me, son. Ay, I got something strong around me. Yeah, 10,000 fall around me, son. And the weapons drawn, fighting my G. Yeah. Go ahead, fire at me. Yeah. Watch them weapons all fall to my feet. Cause you floating up in the air, realizing I'll put you there, realize you live in your step. Because none of your dogs is there. Where they at? Who hiding from the truth? Just like you, lying through your truth. Talking bulletproof, where's the proof? All my dogs and sounds, cut her up your town. Word to mama, watch this cut. Jak mana natijalar chiqdi, ko'rishingiz mumkin.
Baby, can't you see I'm calling? If you touch me, then I'll be rude with you. Like who was you? What parlez-vous? Knuckles up. Be so what, boy? Fill your cup. Choose wise. Your mind tell you true lies. We go toe to toe. Homie, what's your shoe size? Ay, two katanas. I make it hot like we in Punta Cana. Ducking cameras. Stuck in traffic. Up in some balaclavas. Fucking savage. We come to ravage. Flexing like Muhammad Ali. Standing tall all over you average. Make way. Black rain. To my feet. Wearing black shade. Like I'm paid in these streets. It's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off. You call it blue street. Cause it's war time. Make way. Black rain. To my feet. Wearing black shade. Like I'm paid in these streets. It's a dark day. Watch the sharks spray a week. Take your diamonds off. You call it blue street. Cause it's war time. Cause it's war time. Cause it's war time. No, nothing but to hear me, son. Ay, I got something strong around me. Yeah, yeah. 10,000 fall around me, son. And the weapons drawn, fighting my cheek. Yeah, yeah. Go ahead, fire at me. Yeah, yeah. Watch them weapons all fall to my feet. Cause you floating up in the air, realizing I'll put you there, realize they live in your step. Because none of your dogs is there. Where they at? Who hiding from the truth? Just like you, lying through your tooth. Talking bulletproof, where's the proof? All my dogs and sounds, cut her up your town. Word to mama, watch this cut sound. Make your favorite rappers look like clowns. 100 pounds, bonafide, take your shooters out. Run the bell, homie, take the mic, put it on the ground. I'm a grandstand, ain't nobody touching on my halo. Black noses.
Chevo,